Hey yo, hammaga salom. Bugun biz Tashqi doiralar serialini qisqacha sharhlab beramiz. Boshlashdan oldin mehnatimizni qadrlab videoga bitta like bosing va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Katta rahmat. Royal Abbott ismli erkak fermadagi uyda uyg'onadi. Fermer ertalab erta turadi. Hamma hali uxlab yotgan paytda u sigirlarni tekshirish uchun chiqadi. Maydonlarni ko'zdan kechirib, u uyda nonushta qilish uchun qaytadi. U hayron bo'ladi, chunki hamma allaqachon uyg'onib, stol atrofida o'tirgan bo'ladi. U birdaniga soatiga qaraydi, lekin soati 8 bo'lmaganligini ko'rsatadi. Lekin oilasi unga allaqachon soat 10 dan oshganligini aytishadi. Nonushtadan keyin u xotinini va nevarasini cherkovga olib boradi. Kechqurun esa uning o'g'li festivalda chiqish qiladi. U jahli chiqqan quturgan buqani tinchlantirishi kerak. Rodeo boshlanadi va yigit 5 soniyadan keyin yiqilib tushadi. Kechqurun hamma fermaga qaytadi va Roy ombor eshigini ochiq ekanligini payqaydi. U ichkariga kirib, otning nimadandir bezovta bo'layotganligini ko'radi. Atrofdagilar ham nimadandir bezovta. Qushlar osmonda aylana boshlaydi. Nogironlar aravarachasidagi sirli erkak esa xuddi shu lahzani kutgandek ko'rinmoqda. U toshga qaraydi va o'rnidan turib, buqaning boshi bilan gaplashadi. Bu erkakning ismi Wayne. U Abbottlar fermasiga qo'ng'iroq qiladi. U qiziqarli narsa yaqinlashyapti deydi, lekin Royning xotini telefonni qo'yib yuboradi va uni mast deb o'ylaydi. Ertalab Roy yordamchisi bilan uchrashadi. U jami 279 ta sigir borligini aytadi. Ikkita sigir yo'q. To'siq butun bo'lsa ham Roy o'g'lini uyg'otib yana tekshirishga majbur qiladi. Shu payt uyga bir qiz keladi. U ilgari ham ularni izlagan edi. U shoira bir necha kunga dam olish uchun joy izlamoqda. Pul evaziga turishga ruxsat so'raydi. Qiz chodirda yashaydi. Roy darrov rozi bo'lmaydi, lekin moliyaviy muammolar sabab rozi bo'ladi. Qizning ismi Otum. Ota va o'g'il sigirlarni izlash uchun yo'lga chiqadi va hudud oxirida kecha qo'ng'iroq qilgan qo'shnilar bilan uchrashishadi. Ular yomon xabar bilan kelishgan. Royning fermasi 1,5 kilometr ortiqcha yerni egallamoqda va bir oy ichida to'siqlarni surish kerak. Aks holda $80,000 jarimaga tortishadi va sud bo'ladi. Bunday pul fermada tabiiyki yo'q. O'yinning katta o'g'li haqiqatan ham bu yer otasiga nima uchun kerakligini tushunmaydi va gaplashib ko'rishni aytadi. Ikkinchi o'g'il esa aksincha juda qo'pol, chota yerni bergisi kelmaydi. Roy bu muammoni keyin hal qilishga qaror qiladi. Hozir sigirlarni topish kerak. Ular ajralishadi va Roy g'arb tomon yo'l oladi. U dalada g'alati bir o'rani ko'radi. U oddiy chuqur emas, mukammal doira bo'lib, go'yo oxiri yo'qdek. Roy tosh tashlaydi. U shunchaki yo'qolib ketadi. Keyin u qo'lini tiqadi. Shu payt u birdan uyiga o'tib qoladi va xotinini ko'radi. Keyin yana ortga qaytadi va nima bo'lganligini tushunmaydi. Bu voqeani eslay olmaydi. Uyga qaytganda xotinini aynan o'sha holatda ko'radi. Ularning oldilariga sherif keladi. U Royning katta o'g'lining xotinini, Rebekkani qidirishni to'xtatganligini aytadi. 9 oy o'tgan. Ular ayol o'zi ketgan deb o'ylashadi. Perri bunga ishonmaydi. U qizini tashlab ketmagan bo'lardi. Bu uni juda xafa qiladi. Ertasi kuni Roy yana qora teshik yoniga boradi. Uni ko'mishga harakat qiladi, lekin ichiga tashlagan hamma narsa yo'qoladi. U brezent bilan yopmoqchi bo'ladi, lekin bu ham ishlamaydi. Teshik uni tortib yuboradi. Shu payt yaralangan hayvon keladi. Tanasida 2 ta o'q bor. Roy yaqin atrofda chodir tikkan qizning oldiga boradi va unga o'sha tomonga bormaslikni aytadi. Gap orasida qiz undan fermani qancha pulga sotishni so'raydi. Roy esa bu yer xotinining ota-onasidan qolganligini aytib, sotmasligini aytadi. Kechqurun o'g'illari ichish uchun barga borishadi. Ular tushkunlikda. Biri 10 yilini rodeoga sarflagan, ya'ni ho'kizbozlik, lekin hali ham omadsiz. Ikkinchisini esa xotini yo'qolgan. Katta aka ukasiga yoqtirgan qizining oldiga borishga majbur qiladi. Kechroq Perri o'zini yomon his qilib tashqariga chiqadi va qusib boradi. Shu bilan u devor yonida turgan juftlikka xalaqit beradi. Yigit fermerni jazolashga qaror qiladi.
Bu paytda esa Redning oldiga eski bir tanishi keladi. U bu yerga anchadan beri yashamaydi. Ular uzoq vaqt ko'rishmagan va yurakdan gaplashib, bir-birining hayotlari haqida so'rashadi. Lekin Red akasi kim bilandir tortishayotganligini ko'radi. Bu qo'shni Uenning o'g'li. U o'zini bu yerdan juda qo'pol tutmoqda. Red bunga chiday olmay uni yuziga uradi, lekin tezda o'zini bosib ketib qoladi. Lekin kaltaklangan yigit jim bo'lmaydi va Perriga xotini haqida eslatadi. Perrini jahli chiqib, uni urishni boshlaydi. Red mashinada qaytib kelganda nima bo'layotganligini ko'rib shokka tushadi. Perri ham boshida nima qilganligini tushunmaydi, chunki yigit o'lib qolgan edi. Ular jasadni mashinaga yuklashadi. Red akasidan nima qilishni so'raydi. Kasalxonaga olib boramizmi yoki sherifgami? Oxiri ular uyga borib, hammasini otasiga aytishadi. U nima bo'lganligini va bu haqda yana kim bilishini so'raydi. Juda jahli chiqsa ham, u vaziyatni o'zi hal qilishga qaror qiladi. Chunki endi ikkala o'g'li ham qamalishi mumkin. U nevarasi chin yetim bo'lishni xohlamaydi. U Redni omborga olib boradi va pikapni yuvishni, kiyimlarni yoqishni buyuradi. Jasaddan esa o'zi qutuladi. Bu paytda o'ldirilgan Trevorning akasi uni qidiryapti va yerdan kamarining qonga belangan bir qismini topadi. U darrov botlar uyiga borib eshikni taqillatadi. Perri eshikni ochadi. Ular Red qayerda ekanligini so'rashadi. Red Trevor bilan janjal qilganligini ular bilishadi. Perri ularni uyga kiritmaydi va hech narsa demaydi. U ichkaridagilarga shoshilishga ishora qiladi. Qo'shnilar Perrining qo'li ko'kragidagiligini ko'rib, uni tashqariga chiqishni so'rashadi. U ularni imkon qadar eshik oldida ushlab turadi. Shu vaqt ichida otasi jasadni otga ortib olib ketishga ulguradi. Ular omborga borib tekshirmoqchi bo'lishadi, lekin yangi ot izlarini ko'rib dalaga qarab ketishadi. Roy ketayotib, ko'ylagi ilinib qoladi va u to'siqda qolib ketadi. Keyin u o'sha g'alati chuqur yoniga borib, jasadni ichiga tashlaydi. Shu yerda uni ana u otim degan qiz ko'radi. U g'alati gaplar gapiradi. Vaqt haqida bir nimalar va go'yoki bir odam bu dunyo bilan boshqa dunyoni ajratib turadigan yoriq ochganligini. Bu aniq o'sha joy va bu teshik haqida u nimanidir biladi. U Royga yaqinlashib, uni chuqurga itarib yuboradi. Ertalab Roy dalada uyg'onadi. Uning sodiq oti kelib, uyga qaytishga yordam beradi. Uyda xotini hamma gapdan xabardor va butun oila stol atrofida yig'ilib, nima qilishni muhokama qilishadi. Roy oyog'ini jarohatlanganligini aytadi, lekin qanday qilib aytmaydi. U jasaddan qutulganligini aytadi. Endi uni hech kim topa olmaydi. Yagona muammo u ko'ylagini yo'qotgan. Roy hammasini hal qilishini va ularning oldiga kelib joylashgan qizni ham haydashni aytadi. Cecil eri oyog'idagi o'q jarohatini tikadi. Roy aytadi, uni o'ldirilgan yigitning akasi otgan, lekin kimligini ko'rmagan. Ertalab sherif o'rinbosari Uenlar oilasidan ko'p qo'ng'iroq oladi va darrov ularning fermasiga boradi. Luke Trevor yo'qolganligini aytib, uni topishni so'raydi. U qonli kamar qismini ko'rsatadi, lekin sherif aytadi, qidiruv boshlash uchun asos yo'q. Chunki Trevor ilgari ham ichib yo'qolib turar ekan. Shunda Luke eslatadi, saylovlarda ularning boy oilasi unga qarshi chiqishi mumkin. Shundan keyin u Trevorni topishga va'da beradi. Red kimdir haqiqatni bilib qolishdan qo'rqadi. U shaharga borib dugonasi bilan gaplashadi. Ular kafeda uchrashadi. Qiz unga yaxshi xabar beradi. Radioda g'olib chiqqan yigit chetlatilgan va uning o'rniga Red tanlangan. Red bundan xursand bo'lib, qizni uchrashuvga taklif qiladi. U rozi bo'ladi. Lekin xayrlashishdan oldin Red undan kechagi janjal haqida hech kimga aytmasligini so'raydi. Cecil Uen ularning yerini tortib olmoqchi ekanligini bilib qoladi. Roy Perrini olib, bu masalani hal qilish uchun ketadi. Ular yurist oldiga boradi. U hujjatlarni tekshiradi va yer aslida botlarga tegishli ekanligini aytadi. Lekin muammolar bor. Ehtimol Uen baholovchini sotib olgan. Yurist yerni berib yuborishni maslahat beradi, chunki sudda yutish juda qimmat. Uen esa hech qachon yutqazmagan, lekin Roy yerni bermasligini aytadi va o'zi gaplashishga boradi. Perri yuristning gapi to'g'ri bo'lishi mumkinligini aytadi. Shunda Roy bir voqeani eslatadi. Uen umuman yaxshi odam emas. Bir kuni uning ishchilaridan biri buqalarni haydab ketayotganda, buqa uni shoxlari bilan teshib yuborgan.
uni ko'tarib olib shoxiga ilib yurgan. Ueyn hayvonni o'ldirib yigitni azobdan qutqarishi mumkin edi, lekin u bunday qilmadi, chunki Skott bu pul edi. Yigit og'riqdan baqirib, shoxlarga ilinib o'lguncha osilib turdi. Roy Ueynning oldiga borib masalani hal qilishni taklif qiladi. U janubdagi 200 akr yerni berishga tayyor, lekin Ueyn faqat g'arbiy qismni xohlaydi. Roy so'raydi, nega aynan shu yer? Bu esa, men shunchaki g'arbni xohlayman va xohlaganimni olaman deydi. Roy esa qaysi yer kimligi ekanligini sudda hal qilamiz deb katta ketadi. Shu payt Otum sayr qilib yurib, qoyada g'alati bir belgini topadi. U Royning nevarasi bilan uchrashadi. Qiz undan bu yerda nima qilayotganligini so'raydi. Otum esa o'zi ham bilmasligini, lekin nimanidir qidirayotganligini aytadi. U qoya ustidagi belgini ko'rsatadi. U bu belgini butun umr chizib kelganligini va endi shu yerdan topganligini aytadi. Qizaloq esa bu ularning oilaviy tamg'asiga o'xshashligini bildiradi. Otum Roy ertalab nonushta qilganligini eshitib hayron bo'ladi. U bundan xursand bo'ladi, garchi uni o'zi chuqurga itarib yuborgan bo'lsa ham. Bu paytda Roy uning chodiriga kirib, kimligini bilmoqchi bo'ladi. U yerda faqat bir nechta g'alati toshlar va o'zining ko'ylagini topadi. U ko'ylagini olib, axlatxonaga olib boradi va dalillarni yo'q qiladi. Kechki ovqat paytida Roy hayotida birinchi marta duo qilmoqchi bo'ladi. U Xudodan qilgan ishlardan kechirim so'raydi. Keyin esa g'azab bilan hatto unga ishonmasa ham baribir uni yomon ko'rishini aytadi. Roy nevarasi Otum bilan uchrashganligini bilib, hammani u bilan gaplashishni taqiqlaydi. U ertaga barcha chorvani g'arbiy maydondan boshqa joyga ko'chirishni buyuradi. U hech kim qora teshik haqida bilishni istamaydi. Hech kim qarshi chiqmaydi va ertalab chorvani haydash boshlanadi. Kechqurun Roy omborga boradi va u yerda Otumni uchratadi. U undan kimligi va nima uchun kelganligini so'raydi. Otum aytadi, u bu yerga kelgan, chunki ular uchun kerak. Nega kerakligini o'zi ham bilmaydi. U Roydan so'raydi. U o'ra ichida nimani ko'rdi va qanday qilib qaytdi? Va qo'shimcha qiladi, seni o'ldirmoqchi emasdim. Otum o'zining 9 yoshgacha bo'lgan hayotini eslay olmasligini aytadi va Roydan ham bolaligingni eslaysanmi deb so'raydi. U Roydan o'ra ichida nimani ko'rganligini aytib berishni so'raydi va biz o'sha kechga qaytamiz. Roy bo'shliqqa tushadi va o'sha joyga faqat boshqa vaqtga tushib qoladi. U atrofida harbiylarni, ko'p odamlarni, sherifni, shahar aholisini, o'z oilasini va Otumni ko'radi. Xotini unga yaqinlashib, ko'zlariga ishonmaydi. Cecil aytadi, bu yer endi ularga tegishli emas. Roy esa 2 yil oldin uning qo'lida vafot etgan. Keyin u yaqinlashib Royga qo'shishni aytadi. Luke pistolet chiqarib Royga o'q uzadi. O'q uning oyog'iga tegadi. Harbiylar uning ortidan yuguradi. Roy esa yana chuqurga sakraydi. Va hozircha birinchi qism poyoniga yetadi. Izohlarda ikkinchi qismni chiqarishimiz kerakmi yoki yo'qligini yozib qoldiring. Aytgancha video 1000 ta laykdan oshiqroq layk yig'sa, ikkinchi qismini albatta chiqaramiz. Menimcha ko'rishga arziydigan film. Hammaga rahmat, sog' va salomat bo'ling. YouTube'da pul ishlash sizlar o'ylaganchalik qiyin emas. Misol tariqasida shu kanal 29-iyul kuni pul ishlashni boshlagan va 10 kun davomida $1700 pul ishlashga muvaffaq bo'ldi va ba'zi kunlar hattoki $300 ga yaqin pul ishlagan. Nastroykasini ko'rishimiz mumkin. Bu kanal AQSh dollariga hisobni ko'rsatmoqda va bir haftada $1300 pul ishlagan. Agar bunaqa ikkita kanal qilib qo'ysangiz, bemalol moliyaviy erkinlikka erisha olasiz. Buni Amerikan YouTube deyishadi. Bunaqa kanal qilib pul ishlash uchun sizni gapirish shart emas. Mikrofon, kamera hatto kerak bo'lmaydi. Kompyuter bo'lishi shart emas, shunchaki oddiy telefon bo'lsa bas. Hatto yosh bolalar va ayollarga ham mos keladi. Eng asosiysi, qimor yoki tavakkalchi o'yinlarga o'xshab pulingizni yo'qotmaysiz va kanal yuritish uchun pul tikish ham shart emas. Internet va xo'sh bo'lsa bas. Agar YouTube'dan daromad qilishni xohlasangiz, Telegramdagi Bir Qadam Pro kanalimizga qo'shiling va tekin maslahatlar va darsliklardan o'rganishni boshlang.